Eng ko'p yoqilg'i yeydigan 5 ta avtomobil. Boshlaymiz. 5-o'rin Rolls-Royce Phantom. Lyuks mashina, lekin kapot ostida 6 litrli V12 dvigatel bor. Benzin narxi unga ahamiyatsiz. O'rtacha 25-28 litr yoqilg'i yeydi. Gazni bossangiz yanada ko'proq ketadi. 4-o'rin Dodge Ram TRX. 702 ot kuchiga ega Hellcat dvigateli bor. Haqiqiy amerikalik. Shaharda bemalol 28-32 litr yoqilg'i yeydi va umuman uzr ham so'ramaydi. 3-o'rin Lamborghini Aventador SVJ. Juda shovqinli, jahlli va juda 6,5 litrli V12 dvigateli hatto tinch yurganda ham 100 km ga 30 litr yoqilg'ini ichib yuborishi mumkin. 2-o'rin Bugatti Chiron Supersport 8 litrli W16 dvigateli bor. Bu maxluq 100 km ga 35 litrdan ham ko'proq yoqilg'i ichadi. Gazni oxirgacha bossangiz 400+ km/soat yuradi va bak raketa tezligida bo'shaydi. 1-o'rin Hammer H1 eng och mashina, afsona 100 km ga 40 litrgacha yoqilg'i ichishi mumkin. Bu mashina emas, haqiqiy neft changyutgich. Avtomobil haqida ko'proq kontent olishni obuna bo'ling.